Bilsangiz, Xitoyda odamlar uyiga juda realistik silikon odamlar buyurtma qilishyapti. Biz AliExpressdan mayda-chuda narsa olib yursak, ular esa deyarli haqiqiy odamga o'xshash manekenlarni katta qutilarda olib kelishyapti. Eng qizig'i, xaridor hammasini o'zi tanlaydi. Boshi, bo'yni, terisi, rangi, jinsi hammasi o'zi xohishiga ko'ra. Kimdir baquvvat yigit buyurtma qiladi, kimdir esa juda realistik ayol. Nega ular bunday qiladi? Asosiy sabab yolg'izlik. Ko'p odamlar yolg'iz yashaydi yoki muloqot qilishni bilmaydi. Shuning uchun ularga shunday silikon do'stlar kerak. Ular bilan gaplashishadi, birga ovqat qilishadi, hatto yonma-yon uxlashadi. Xitoyda bu bozor shiddat bilan o'smoqda. Hatto ayrimlar aytadiki, mening silikon do'stim bivshimdan ham yaxshiroq tinglaydi. Endi savol, agar sizga ham shunday realistik silikon do'st taklif qilinsa, qabul qilarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.